Biza bu turgan do'konimizda xudo xolasa bir 300 xildan ortiq mahsulotimiz bor. Daraxtsimonlar, daraxtlar, butasimon, butalar, doim qishin yozin ko'klamib turadigan, bargini tashiydigan, ya'ni yana erta bahorda uyg'onish davrida birinchi gullab turib, keyin barcha chiqadigan o'simliklarimiz ham bor. Bu mahsulotlarning 95% importli mahsulotlar, o'zimizniki taxminan bir 5% o'zimizning mahalliy bog'larimizdan yetishtirilgan o'simliklardan ham bor. Ya'ni daraxtlarimizda bor. Yevropadan, Turkiyadan, Erondan biza import qilishimizning sababi o'simliklarning turi ko'p, bo'yi basta, razmer deymiz-ku, razmeri ko'p, vibr ko'p. Shuning uchun biza birinchi qo'l bo'lib iloji boricha qatdan olsak mahsulotni qatdan olib kelsak ham iloji boricha birinchi uyoqdan o'zidan ham birinchi qo'ldan, ya'ni dehqondan ham olishga harakat qilamiz. Buni maqsad qilganimiz xalqimizni kim nimadir ekmoqchi bo'lsa arzonroq narxda yetkazib berish maqsad qilganmiz.